Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Celaleddin Suyuti rahmetullahi aleyhinin Halifler Tarihi namlı kitabında biz bugün Abbasilarning 25. sultanı El-Qadir Billani'ki hayatı bilen tanışıp çıkan. Hem de bugün günde biz şu devirde ölüp ketken en meşhur, en büyük şahslardan tanışıp çıkıyoruz. Bu devirde ölüp ketken büyükler nayet köp. Çünkü bu adamınki devri tahminen yarım asır hakimiyet bişti olta kaçka. Bu 40 yıllık jarayonda ölüp ketken meşhur ulemalar, muhaddisler, cemaat erbabı qatarlıq büyükler bir-birinden nayet zor, nayet köp bolgan. Birincisi bu devirde ölüp ketken büyüklerden Ebu Ahmed el-Askari degan kişi. Bu nayet edip kişi bulup ismi Hasan ibn Abdullah namıyla meşhur. Hicriye 293 yılda doğulup Hicriye 382 yılda ölüp ketken. Özü bu adam şu Xuzistan şehirde, hazır İran'ın Xuzistan'da ders ügütüş, imla, hadis, qatarlıq pelle adamның riyasetçiliki de, başqurışı da. Yani mutlak ilimla adamdan ilindiğen bolup ketkende. Keyingi mezgilde bu adam Bağdat'a ötkilip, Basra, Asbahan qatarlıq yerda жүрген. Şöhreti, namı keng taralgan. Onun üstüge bu adam şu devirlerde şu Arap kadim kılmış klas obzorçuluk usulü medrese iqimininki asasçılardan buludu bu adam. Dadısımın ayeti ilim gayrismen adam boğuşka özünki balasının küçük vaxtıda katta büyük şahslarda okusun dep İbn Cerir Taberi, Ebu Bekir Suli qatarlıq məsələn öz devirdeki en yütük ulemalarda okuşun tavsiye kılıp şuları apırıp tutup ergen. Demek bu ustaz tallaş nayet bek mühim. Ulemalar bu kişi baha vergen vaxtıda edip, muhaddis, imam, allame, luğaşunas qatarlıq nayet güzel, bir-birinden yakınlık namlanıp ergen. Bu kişinin nayet nurgun kitapları bağlılık eksi etipti. Bu kitaplı bugün günü bağım yok mu? Koymaz köpünçse bu kitaptaki asasen edebiyat sahasında yazılganlığı hatırlangan. Bu devirde ölüp ketken yani bir büyük şahıs grammatikşunas Rumani degan ulema. Rumani degan anachi degan bo'ldi, balkim şu kesip bilan shug'ullangan bo'lishi mumkin. Ama bu adamniki kunyasi Abul Hasan, ismi Ali ibn İsa degan bo'ldi. Hicriye 296 yılda doğulup Hicriye 386 yılı yani miladiye 994 yılı doğrultuda ölüp ketken vakti. Bu adam en devirdeki ait dağınık müfessir hem mu'tezili iqimideki bir peylasop hem şundaklar ait dağınık yitik bir grammatikşunas fıkhi, lugat, ilmi kalam, astronomiya qatarlıq ilimlarda şu öz devirde ait çoğunqurlap izlengen, tadqiq qilgan bir büyük özü yaqin kitap yazganlığı eskertilgen. Bu adam şu mantık ilmi bilen nahv ilmini birbiriga jug'ugan adam bu. Jug'ugan adam bu. Endi bu adamning Rumani deb atalishniki sababi vasita bir Rumman deydigan bir qasr bor ekanda, shu ana qasr degan bo'ladi. Mana shu yerda tug'ilgachqa shunga işte deyilibdi. Muhimi bu adamniki shu mantiq falsafa bilan grammatikaga ko'rsatgan ta'siri nihoyat zo'r. Bu adamniki en yitik eserlerden Tefsirul Kur'an degan kitabı. Bu adamniki yazgan kitaplarınki hemmisinin isim tizimliki var. Mesela En-Nukat fi A'cazil Kur'an deb bir kitabı hazır kadar besilgan. Hazır bu kitap. Bu devirde ölüp ketken yani bir büyük allamilden Ebul Hasan Masarcisi degan kişi. Bu İmam Şafii mezhebideki, Şafii mezhebinin öz devirdeki peşivas oldu. Bu kişinin ismi Muhammed ibn Ali Masarcisi deb atıldı. Hicriye 298 yılda olup Hicriye 384 yıl ölüp ketken. Bu Şafii mezhebine ait büyük peşva hem şunakla bir mujtehid, bir dağınık mujtehid deyişki oldu. Bu adam özü Ebu İshaq el-Mervezi degan baş tercümalı ötkende. Şu adamniki kulu da ögengen, Mısır'a billi birip Ebu İshaq el-Mervezi'niki yine de şu yerde turup. Ebu İshaq el-Mervezi Mısır'da ölüp ketkendikin keyin Bağdat'a gelgen. Bu adam şu öz devirdeki ondaqda Şafii mezhebine ait yaxşı biladigan, muş mezhebninki büyükü
deyishki bo'ladi. Ondan başqa yana bir büyük Ebu Ubeydullah el-Merzubani degan kishi. Bu kishining ismi Muhammad ibn Imron ibn Musa nomi bilan mashhur. Hijriya 297-yil tug'ilib, Hijriya 384-yil, ya'ni milodiya 994-yili bu odam xalifa Qodir Billahning zamonida o'lib ketgan. O'zi bir tarixchi, bir qissashunos, atigi Xurosanlik odam, keyin bir Bag'dodda tug'ilib o'lib ketgan. Ota-onasining tegi shu yerlik, ham adib bu odam. Shundaqla bu odamniki bir Mu'tazili aqidasi ekanligi qayd qilingan. Bu odamniki Mu'jam-i Shu'ara qatorliq kitoblar bor. Bu kitoblar hozir shu matbaada besilgan. Bu odamniki nurg'un kitoblari bo'lgan taqdirdami bu odamniki shu hozir biz yuqorida gapin degan ismi degan kitobi faqat besilgan. Undan boshqa yana bir büyük Sahib ibn Abbad degan kishi. Bu kishiniki asli kunyasi Abul Qasim, ismi İsmail ibn Abbad deyildi. O'zi Qazvaynlik. Qazvayn degan hozir shu Turkiston, Turkmaniston diyorlaridagi bir o'rinda. Bu o'zi Shia adab, Shia mazhabidagi shu O'shki imom mazhabidagi nihoyatda büyük adib ham ulamo. Tibobat, mantiq, falsafa qatorliq fanlarda yetilgan. Hem şu mezhep qarta bir ishonchlik deb qaralgan bir muhaddis, shoir. Bu Buvayhila davrida Buvayhilaniki bu odam vazir bo'lgan. Shunga Buvayhila bu odamdan shu yeniq tortganda. Bu odam Hijriya 326-yil tug'ilib, Hijriya 385-yilda o'lib ketgan. Bu odamniki qabrisi hozir shu Asbahanda. Bu odamniki nurg'un kitobları bor. Chunki bu nihoyatda fasohatlik, hozir javob, ondan yodlagan, bilgan she'r, adabiyot, nasriy fanlar nihoyatda ko'p. Onun ustiga bir nahvshunos, grammatikashunos. Ham shunaqla bu nihoyatda notiqda shu davrdagi. Shunashqa bu davlatniki nihoyatda bosh vazirlari o'rinda maqom tutgan, o'rin tutgan bu odam. Şonlaşqa bu adam şu Abbasilarniki büyük sultanlardan Muayyid-Davla Buvayhi, onun kendi Fakhruddavla Buvayhi, mana shu ikki sultanninki zamonida amal tutgan vazir bu. Bu Muayyid-Davlaniki zamonida bu adam vazir bo'lg'achqa buni sahib deb atagan. Bu vazirlar ichida buni sahib deb atalgan adam shu. Bizdeki sahip Karan degandeki kelime şu xas bir otuğat nam bu. Vezirlerge yoki shu vezirning atrofidagi yaqin yorellarga berilgan bir nam. Bu davrda o'lib ketgan yana bir buyuklardan eng mashhur hofiz Darqutni degan ulamo. Bu kishi Abul Hasan Ali ibn Umar Darqutni deb atiladi. Nima Darqutni desa bir Darul Qutun degan bir o'rinda, ya'ni bir paxta sarayi degan bo'ladi-da, kepas sarayi degandek. Shundaroq bir yerda tug'ilgan ekan. Hijriya 306-yilda tug'ilib, bu odam Bag'dodda Hijriya 385-yilda o'lib ketgan. O'zi muhaddis, qori, lug'atshunos, adib. Onun ustiga Qur'on va hadis ilmi munosabatli fanlarda ko'p kitoblarni yozgan. Bu odamniki dadisimi ishonchlik deb nom berilgan muhaddislardan bo'lg'achqa, bu balkim shu bolasining Darqutniniki tarbiyalanishiga bu ta'sir ko'rsatgan bo'lishi mumkin. Chunki dastlabki ilmlarni bu odam kichik vaqtida dadisidan o'rgangan, dadisi nima varsa billa ilib berib o'rgatgan. Shuningdek bu ilm bu odamniki bir tabiatiga, go'shiga singib, ilm ma'rifat uchun davomli chanqaydigan bir psixika yetilgan bu odamda. Darqutni haqida Xatibul Bag'dadi Tarixi Bag'dod nomli kitobda gap qilib, baho berib, o'z davrining yonisi degan. Shu zamonning imomi, ilm, ma'rifat, hadis ilmi, tarix ilmi, raviylarning san'at ilmi mush adamga jug'lashgan, omonatdor, rostdil, odil, e'tiqodi to'g'ri, mazhabi to'g'ri bo'lgan, hadisdan boshqa nurg'un qiroat ilmi deymiz, usul ilmi deymiz, turli ilmlarni Qur'on ilmlari bilan
uchrashgan va shuni biladigan odam deydi. Shu bahona bergan. Bu davrda o'lib ketgan yana bir buyuk shaxslardan Ibn Shohin nomi bilan mashhur bo'lgan Abu Habs Umar ibn Ahmad deydigan bir kishi. Hijriya 297-yil tug'ilib, Hijriya 385-yil, ya'ni milodiya 995-yili o'lib ketgan bu odam. Bu odamni o'sha o'z davridagi mashhur hadisshunos raviylardan deb qaralgan. Bu odamning ustozlari nihoyat ko'p, shogirdlari nihoyat ko'p. Hamda ulamolar qanday baho bergan deganda, biz bu haqda Imom Zahabiyning bahosini ko'rib chiqaylik. Imom Zahabiy bu odamga baho berib, hofiz, rostchil shayxdir, olim, Iroqning shayxi, Iroqning ustozi degan. Ondan boshqa muhaddislar bu odamga nihoyat ishonchli degandek baholarni bergan. Bu odamning bir necha kitoblari bor. Bu kitoblar asosan ba'zilari yozilgan, ba'zilari besilgan degandek. Bu davrdagi yana bir buyuk shaxslardan Abu Bakr al-Udani degan kishi. Bu shu Shofiy mazhabidagi o'z davridagi buyuk ustozlardan bo'ladi. İsmi Muhammad ibn Abdullah ibn Muhammad al-Buxoriy. Hijriya 385-yil o'lib ketgan. Bu odam hamda Mavara an-Nahr rayonidagi Shofiy mazhabidagi bir peshvo, ham bir mujtahid, bir Shofiy mazhabidagi faqihsi deb nom berilgan. O'z davridagi faqihlar ichida eng zohid, eng taqvo o'tgan, ibodatda nihoyat tirishchan, undan davomli yig'lab turadigan, kamtar, Xudoga nihoyat iltijo qilib turadigan bir odam. Imomul Haramayn o'zining Nihoya nomli kitobda gap qilib, Imomul Haramayn G'azzaliyning ustozi, mana bu Udini degan shu hozirgi gapni qilgan odam fiqhga naloyiq odamlar bo'lib qolsa, fiqhni deb bermaydi, bexillik qiladi deb sifatlagan. Ya'ni ilm singmaydigan, ilm topmaydigan, ilmni bunda galvon qilib, ahmoq qilib o'ynaydigan odamlarga dars o'tmaydigan, so'zlamaydigan bir xususiyati bor ekan. Bu davrda o'lib ketgan yana bir buyuk shaxslardan Abu Talib al-Makki degan eng zohid shu davrdagi arif kishi. Bu kishi o'zi so'pi yo'lida, so'pilarning piri deb atalgan. İsmi Muhammad ibn Ali al-Makki. Bu odamniki Quvvatul Qulub fi muamelatil mahbub nomli tasavvuf haqida yozilgan bir kitobi bor. İmam G'azali rahmatullohi alayh Ihya Ulumuddin yozish jarayonida shu Abu Talib al-Makkiniki Quvvatul Qulub nomli kitobida nihoyat ko'p foydalangan. Shu Quvvatul Qulubdagi so'zlarning ko'pi G'azalining İhya'da zikr qilingan, bayon qilingan. Ulamolar bu kishiga baho bergan vaqtida ibodatda nihoyat tirishchan, davomli ibodatda riyozat chekadigan, tomoqni oz yeydigan, bundoq bir odam edi. Az to'la o't cho'pdek narsalar bilan yeb, hatto shu o'zining terilari ko'kirib ketgan bu odamni deydi. Yegan shu xasini yeb qilgan ekanda. Bu odamni Hijriya 386-yilda xalifa Qodir Billahning zamonasida o'lib ketganligi xotirlangan. Bu odamning qabrisi hozir Bag'dodda. Bu davrda o'lib ketgan yana bir buyuklardan Ibn Battat al-Hanbali degan kishi. Asli ismi Ukbari. Ukbari degan hozirgi Iroqningki bir Ukbar deydigan bir yuti bor. Ukbar deydigan shuadin. Bu odam Hijriya 304-yilda tug'ilib, Hijriya 387-yilda o'lib ketgan. Bu kishi o'z davridagi shu Hanbali mazhabdagi buyuk peshvo deb qarashga bo'ladi. Bu odamniki hayotida ko'p safar qilganligi, undan boshqa shu islom dunyosining ayni paytdagi shu jihodiy chegaralarga ko'p borganligi xotirlangan va bu odamning nurg'un shogirdlari, nurg'un ustozlari borligi qayd qilinibdi. Demak, shu Hanbali mazhabga nisbatan bitgan vaqtida hali dağınıq faqih bo'lish kerak. Chunki ulamolar bu kishi baho bergan vaqtida o'zini zohid, duosi ijobat bo'lgan odam edi deb sifatlagan. Chunki o'zining o'quvchisi Atiqi degan odam shu sifatni bergan ekan. Uning ustiga bu odam hadis ilmini, fiqh ilmini yaxshi biladigan buyuk bir shaxs. Uning ustiga bu odamniki shu o'z davrida xilma-xil e'tiqodli kishilar bo'lgan bir jamiyat yashag'achqa, bu odamniki ahli sunna va jamoa e'tiqodi haqida
degan bu odamniki xili kuchlik bir e'tiqodiy ko'z qarashi nazariyasi mavjud. Ondan başqa bu davrda ölüp ketken büyüklerden İbn Sam'unul Va'iz degan kishi ismi Muhammed ibn Ahmed ibn İsmail el-Baghdadi. Bu adam Hicriye 387 yılı ölüp ketken. Bu adamdaki tonulgan tarifi vaizlik bilan tonulgan zayitda. Şunu en-natiq bil hikme, yani hikmetni so'zlaydigan adam deb bu odamga boshqalar işte nom bergan. Çünkü bu adam şu öz devirdeki şu vaizlik, nutq saniti haqida yetilgan bir büyük bir shaxs. Keyingi mezgilde bu adamniki so'zlagan nutqlarni, va'z nasihatlarini boshqa kishilar yıqqan. Çünkü bu hikmetli gaplarni ko'p qilgan odam ekan. Şoňaşqa Şerişi degan ulama öz devirde bu adamga baho berib, öz devrinin yegane ulamosi deydir. Nimada adamning xiyoliga kelgan fikrini ifodalashda degan. Demek bu til degan ajoyib zo'r narsa, bu til degan bir qudratlik bir kuch. Men o'ylayman, kuch nada, haqiqiy kuch tilda. Til kuchlik bo'lsa, hamma narsada kuchlik bog'il bo'ldi. Mana bu odamlar o'zining tilining kuchliligi bilan ta'sir ko'rsatgan büyük ellamildir. Yana bu davrda ölüp ketken büyük şahslardan Xattabi degan ulama. Bu adamning kunyasi Abu Sulayman, ismi Hamd ibn Muhammad ibn İbrahim el-Xattabi el-Şafi'i. Hicriye 319 yıl tug'ilib, Hicriye 388 yılı, yani miladiye 988 yılı ölüp ketken. Bu adam mı şu Şafi mezhebine ait büyük Müslüman ulama, hem fakih hem muhaddis. Bu adam Best degan şehir tug'ilgan. Bu Xurasandaki muhim şehirlerden Leşkergah deb atıldı bugünkü günde. Bu adam şu Bağdat, Basra, Mekke, Xurasan, Bilad-ı Mavra-ı Nahr muş diyarları berip, kezip şu an ulamalarda ilim öğrengen, Şafi mezhep boyunca fıkıh ilmide bu adam yetilgen. Bu adamniki Şa'nu Dua namlıq Allah Subhanahu ve Taala'nınki 99 isimliki şerhisini yazgan bir kitabı var. Ondan başqa bu adamniki A'lam-ı Sunan namlıq Buxariga yazgan bir şerhisi mi var? Demek bu adam hadis ilmida tonulgan bir büyük değişki oldu. Bu Leşkergah degan hozirgi Afg'onistonda, yani Alamdan daryosының boyidagi bir jut hamda bir Leşkergah degan. Demek bu adam o'zi shu Mavra-ı Nahr Xurasan diyarıdaki yetilgan ulama. Nimishqa bu adamni Xattabi deymiz desa, bu adam Zayd ibn Xattab, yani Ömer ibn Xattabniki aksi Zayd ibn Xattabniki naslidan ekan. Şoňa bu adam Xattabi deb atalgan. Afg'onistonda hozir qadar o'ziniki nasibini saqlab kelgan, o'zini Qurayshi deb atab kelgan bir qism kishilar hozirmi mavjud. Bu davrda ölüp ketken yana bir büyüklerden El-Hatemil Lugavi degan kishi. Bu kishiniki ismi Muhammed ibn Hasan el-Muzaffer. Hicriye 310 yılı tug'ilib, Hicriye 388 yılı, miladiye 998 yılı ölüp ketken. Bu adamning hem de Hatemi deb laqabi atalganda, o'zi shu Abbasiylar davrida yaşagan büyük Arap şairi, hem şu davrda dağınıq bir yazgıcı. Bu adamni nimishqa Hatemi deyishda, hamda balki ham o'zining Hatem Tayi tarafdan bo'lishi mumkin. Chunki cho'ng dadlarning birisining ismi Hatemi ekan deb shunda xotirlangan. Bu adam shu Buvayhilardan Muizzud davriniki zamonasida Muizzud davriga katib bo'lgan. Ayni vaqtida. Bu adamning nurg'un kitoblari bor. Bu kitoblarniki jiqlarida hozir bugungi kunda besilgani Ar-Risalatul Hatemiyya degan kitobi bu adamniki mashhur. Hatto Mutanabbi bilan nayt nurg'un bularning orasida bir munozirlar bo'lgan. Mutanabbi bilan orasidagi bo'lgan bir qism munozirlarimi hatto kitob qilib yozib chiqqan. Bu davrda o'lib ketgan yana bir buyuklardan Abu Bakr al-Ulufavi degan kishi, o'zi Misrlik odam, Hijriya 304 yil tug'ilib, Hijriya 388 yili, miladiya 998 yil o'lib ketgan. O'zi ham mufassir,
hem büyük bir dini alim. Nemişki bu adamni Udfavi deymizsek, bir Mısır'daki hazırki Esvan ülkesinde Udfu deydigan bir kichik bir yezgi qishloq bor ekanda, shu yerga nisbat berib bu odamni işte deyilgan. Bu odamni ham İdrisimi deyildi. Bu odamniki nayat nurg'un kitoblar borligi xotirlangan. Bu odamni Abul Fuqaha, faqihlarning dadisi deb nom berilgan. Nimishqa degan vaqtida bu fiqh ilmida bu odamniki xili mashhur o'rni bor ekan. Bu kishi ham İdrisi deyishda Ali ibn Abu Talib'ninki avr navrlardan İdrisil Asgar yoki İdrisil Akbar deydigan bolalar bo'lgan. Ya'ni mushularga tutishdi bu odamniki nasibi. Ya'ni demak bu odam Ali ibn Abu Talib jamiyatidan. Shunglashqa İdrisi, Udfuvi deb bu nomlarni berilgan. Bu odam hamda o'zi yog'ochchilik bilan shug'ullangan ekan, tijorat bilan. Siyasetga aralashmaga o'xshaydi bu jihatdan. O'zi Jami Umar ibn As'da, ya'ni hozirgi Qoiraning Fustatda ilm o'rgangan keyin Ahmad ibn Tulun jamiasida dаңliq ulamolarda o'qib yetilgan. Bu odamdan keyin masalan Al-Istig'na fi ulumul Qur'on qatorliq Al-Hidaya ila bulug'un nihoya fi ma'anil Qur'on nomli kitoblari bor. Bu davrda o'lib ketgan yana bir buyuk shaxslardan Shofiy mazhabidagi buyuk ulamolardan Zohirus Saraxsi degan kishi. İsmi Zohir ibn Ahmad, kunyasi Abu Ali nomi bilan mashhur. Bu odam shu Xurasanning faqihsi, ham muhaddis ulamosi, ham shu qorilarning peshvosi deb nom berilgan. Bu odam Hijriya 294-yili tug'ilgan. Nurg'un ulamolarda bu odam o'rgangan. Bu odam Hijriya 389-yili o'lib ketgan. Bu davrda o'lib ketgan yana bir buyuklardan Ibn G'albun degan bir qori, asli ismi Abu Tayyib ibn G'albun nomi bilan mashhur. Hijriya 339-yili tug'ilib, Hijriya 389-yili, milodiya 999-yili o'lib ketgan. O'zi Halablik odam hozirgi Suriyaniki. Shofiy mazhabida yetilgan ham qori. Bu odamniki Al-Irshad nomli kitobi bor. Al-Irshad fil qiroat sab'a deydigan. 7 xil qiroatga bir yo'l yo'roq degandek. Hamda bu odam Halabda tug'ilgan bilan lekin Misrda o'lib ketganligi xotirlanibdi. Bu davrda o'lib ketgan yana bir buyuk shaxs allomilardan Al-Kushmahini degan ulamo. İsmi Muhammad ibn Makki ibn Muhammad, kunyasi Abul Haysam nomi bilan mashhur. O'zi Makka ahliniki ishonchlik muhaddislardan. Demak bu odam hadis ilmida ko'zi ko'ringan. Bu odam Sahih Buxoriyni nechiqitim İmam Buxoriyning shogirdi Abi Abdullah al-Parabri degan shu Buxoriyni rivoyat qilgan birdan-bir kichik ravi. Mush odamda nechiqitim o'qigan. Sahih Buxoriyni mush odamda rivoyat qilgan bu odam. Bu odamning shu bir xil shogirdlar ko'pda uning ustiga. O'zi rostchil naqlchi deb nom berilgan. Hijriya 389-yili Arpot kunda o'lib ketgan bu buyuk. Bu davrda o'lib ketgan yana bir buyuk Al-Muafa ibn Zakariya Nahravani degan kishi Abul Faraj deb ataladi. Bu adam Hijriya 300-yili tug'ilib, Hijriya 390-yili, milodiya 1000-yili o'lib ketgan. O'zi qozi, ham faqih, adib, she'r yozib qiladigan. Bu adam Iroqniki Nahravanda tug'ilib, shu yerda o'lib ketgan. Ham shu Bag'dodniki qozilik mansibida bir mezgil o'tgan. Chunki bu odamni Jariri deb atagan, Shofiy deganga o'xshash. Chunki bu odam Ibn Jarir at-Tabarining mazhabida yashagan. Yani İbn Jarir at-Tabari Qur'onga tafsir yozgan buyuk bir allomada, o'zi mutlaq mujtahid. Bu Ibn Jarir at-Tabari bir mazhab ijod qila olgandek darajadagi buyuklardan hamda. Demak, keyin mesela yo'qolib ketgan bo'lishi mumkin mazhablar, lekin ba'zi bir ko'z qarashlar hozirgi kitob ichida saqlanib qolgan. Xo'sh. Yana bir buyuk alloma bu davrda o'lib ketgan Ibn Huvayz Mendat degan kishi. Bu kishiningki kunyasi Abu Abdullah, asli ismi Muhammad ibn Ahmad ibn Ali ibn Huvayz deb nom bilan. O'zi shu dаңliq usuli shunas, ham faqih, ham kalam shunas ulamolarniki biri.
Bu adamniki şu usul fiqh haqida, Qur'on, ahkamul Qur'on haqida, bunisiga ixtilof mazmunlar haqida yozgan kitobi bor. Bu adamniki hamda Hijriya 390-yili o'lib ketganligini ulamalar xotirlab qoldirib ketgan. Bu adam hamda fiqh jihatdan shu Iroqqa Maliki mazhabniki cho'ng peshvolardan sanaladi. Chunki Iroqda shu Bag'dodda ayni vaqtida Maliki mazhab uchun ko'p xizmatlarni qilgan. Shu mazhabni gullantirgan, taraqqiy qildirgan deyishki bo'ldi. Mush adamniki asarlari, fikri haqidan yozilgan hozir 4-5 tek doktorlik maqolasi var mush adam haqida yozilgan. Bundan bu adamniki xil mashhur o'z davridagi ilmiy shaxs ekanligini bilib olib bo'ldi. Bu davrda o'lib ketgan yana bir buyuk alloma Ibn Jinni nomi bilan mashhur bo'lgan Osman ibn Jinni Abul Fath degan kishi o'z mashhur grammatikanshunos. Bu odam Iroqniki Mavsilda Hijriya 322-yilda tug'ilib, şu Iroqniki büyük ulamolarida bu adam shu nahv o'rgangan, adabiyot o'rgangan, arab til o'rgangan. Bu adamniki shu adabiyot sohasida nəhayət məşhur. Hazır kadar bu adamniki kitoblari hozir bor. Ders qilinib bo'lib, bu adamniki Xasais nomli qismli bir kitob bor. Yaman tez, nəhayət yaman qiyin. Hazır kadar ders kılındı bu kitap. Bu adam Hicriya 393-yili, yani miladiya 1200-yilga to'g'ri keldi. Mush paytlarda o'lib ketgan bu adam. Bag'dodda qabrisi bor hozir kadar. Bu adamniki o'z tarixida yozib qolgan kitoblari yamanjiq. Bu kitobning ichida hozir kadar shu matbuotdan chiqqan kitoblarmi bek ko'p. Mesela Xasais deymiz, Sirr Sanoatli Arab deymiz. Asosli şu Arab tilshunoslikka munosib. Endi qo'l yozma shakldagi kitoblarmi ait ko'p. Bu 10 parchadagi kitobi bor. Endi yo'qolib ketgan kitoblarmi yamanjiq. Yo'qolib ketgan kitobi birazga yaqin chiqqanki. Demak bu odamni shu Arab adabiyotiga islom madaniyatiga ait ko'p tuhfalarni qo'shgan deyishga bo'ldi. Yana bir bu davrda o'lib ketgan buyuk shaxs Al-Javhari nomi bilan mashhur bo'lgan As-Siha nomli bir arab qomusiniki avtor bo'lgan İsmail ibn Hammad al-Javhari degan kishi. Bu odam Hijriya 393-yilda o'lib ketgan, miladiya 1003-yil. Bu odam Abu Nasr nomi bilan mashhur. Yani bu adam Abu Nasr deb aynı devrdeki Farabi'ninki ismini kullanıyor. Yani Ebu Nesir Farabi deyimiz budama. Çünkü bu adamı hazırki Kazakistan'daki Farab vilayetidir. Farab aynı devirde Türkistan'daki Karkhanilar'daki büyük zeminlerden de. Bu adam Türk ulema. Karkhanilar'ın tarihini yazgamış siyahanınki baş tarafiga aynı vaxtıda. Lakin yo'qolib ketganmiki Alloh alim ishtaroq. Mo'yma bu adam hem şu Abbas ibn Fernas deydigan tarixda Müslüman alimlar ichida bir uçqunchilikni tajriba qilib baqqan bir adam bor. Mush adamga o'xshash mush Abu Nasr Farabiymi, yani İsmail ibn Hammad al-Javhariymi uçib baqqishni bu adam o'zi tajriba qilib baqqan. Bu menda xili hamma jihati yetilganda qiladi. Bu adam asli kichik vaqtida Iroqqa kichik kelib Xorasan, Hicaz, Nishapur qatorliq yerlarda yurib, shu yerdagi dаңliq ulamolarda arab tilshunosligini o'rgangan. Bu odamniki bunda o'lib ketish sababi bundoq ekanda, bir boshqalar deydi ekanda, men hayotimda hech kim qilib boqmagan bir ishdan birini qilib va boshqalar uchun men shuni bir pant huquqini berib o'lib ketaman. Qilib boqmagan ishni deb. O'zinki mush ishki tarafiga ishki olib bir ishkiniki qanotini nepiz masalan. Ashni bog'lab bu odam mush tani bilan qo'ltoqlab bog'lab bir jamininki o'g'isiga chiqib men mush orqali men uchaman deb bu odam uchgan deydi. Uchib shu yerga qilib tushib o'lib ketgan deydi. Mahmud Qashqari rahmatullohi alayh mush İsmail ibn Hammad al-Javhariniki mush As-Sihah nomli mush kitobidan foydalanib turib bu odam
özünün Türkiye Tillar Divanı keyinki mezgilde yezip kaldı oğan. Bu davrda ölüp ketken yani bir büyük şahslardan İbn Faris Mucmel namlı kitaptaki abduri Ahmed İbn Faris Ebul Hüseyin dep namı var. Bu adam Hicriye 329 yıl doğulup Hicriye 395 yıl miladiye 1400 yıl ölüp ketken. Bu adamın şu Arap tilşunaslıqda edebiyatıdaki nayetli büyük lug'aşunas ölüma deyişki buldu. Tege Türkistan zimillerden Qazveyn degan jutdan. Bu adamdaki Mu'cam Maqayis Lug'a namlı kitabı var. Bu kitabı hazır bisliqliqi deyman en meşhur kitabı. Ondan başka mesela Ahlakun Nebi, Ahlakun Nahviyyin qatarliq, Hilyatul Fuqaha qatarliq büyük kitapları var. Xo'sh, bu adamdaki Fiqhul Lug'da yazgan sahibi namlı kitabı en meşhur hem de. Bu davrda ölüp ketken yani bir büyük şahslardan İbn Minde degan kishi, Ebu Abdullah Muhammed ibn İshaq ibn Muhammed ibn Yahya ibn Minde Esbahani Hicriye 310 yıl doğulup Hicriye 395 yıl ölüp ketken. Özü hadis ilmide tanılgan büyük ravilardan sanıldı hem de bu adam. Ülemalar baha bergen vaqtida mesela İmam Zahabi rahmetullahi aleyh özüne ait köp aylangan hafiz, İslam'ın muhaddisi dep nam bergen. Bu nayeti büyük bir nam. Bu adamdaki El İman, Tevhid, Tarih, Ma'rifet-i Sahabe qatarlıq kitapları var mevcut. Bu da Ma'rifet-i Sahabe degan kitabı hazır bu nayeti meşhur. Sahabalarning tercümalı münasebetlik bu kitapta. Nurgun sahabalarning tercümalı yazıp kaldıgan bu adam. Bu davrda ölüp ketken yani bir büyük şahslardan İsmaili namıyla meşhur bolgan Şafi mezhebiniki büyük bir uleması. Bu adam muş davrda ölüp ketkenlikka hatırlanıptı. Özü muş kichiklam turib o'zi hadis ilmi bilan shug'ullangan bir odamkan bu. Keyingi davrda o'ziga mush ilmiy quvvatining yetilishiga kichikdillam bu odamniki qalbi kirgan bu ishtiyoqniki turtkisida hadis ilmida bo'lapman Şafi mezhebiniki mezhep ilmida bu odamga ait ko'p yetilgan va ko'zi ko'ringan. Bu odam yani Ebul Hasan Ash'ariniki shogird ekanligi qayd qilingan. Şoňaşqa Şafi mezhepte pek yetilgen boluşu mümkün. Ebul Hasan el-Eş'ari Şafi mezhepteki büyük ulemadan idi. Ondan başka Esbaq ibn Feraj isimlik bir Maliki mezhepteki peşvasının muş davrda ölüp ketkenligi hatırlangan. Bu adamdaki tercümalını men taza tep bulamadım. Ondan başka yani ölüp ketken büyük şahslardan maqamat ilmini icad qilgan büyük şahıs Bediüz Zaman'dır. Bediüz Zaman'ın asli ismi Ahmed ibn Hüseyin ibn Yahya. Bediüz Zaman dep bu bir hürmet nami. Yani bu adamdaki bir yetik talantlı şahs ikenligiga berilgan nam boluşu mümkün. Bu adam Hicriye 358 yıl doğulup Hicriye 395 yılı miladiye 17 yılı. Yani yaşlam 37 yaş muş payette ölüp ketken. Bu adamı öz devirdeki ait edip, katip. Bu adam Hamadan degan bir yurtda tug'ilgan. Bu Hamadan hozirgi İran'da, İran'daki muhim bir şehirlerden. Bu adam öz devirdeki en uçuğu çıkan, pişkan, yetilgen ulemalarni izlep yürüp şularda köp okugan bu adam. Arap tilini jip yığınısını tatip biladigan büyüklerden de bu. Lekin bu adamdaki şundaq bir yetuk bir ulema boluşu qaramay, hayatı nurgun davalgıçlar bu adamni besip kirgan. Nemishqa degan vaqtida şu arqaş viloyatlarniki valiylar yıqı ötep ki bu adam misal xo'rlab qo'ydigan bunda avvallar bo'lgan. Keyingi mezgilda Mahmud G'aznaviy ait bek ikrom qilgan ekan. Mahmud G'aznaviy o'zi G'aznida o'tgan u. Keyingi mezgilda Mahmud G'aznaviyniki to'pisdan bo'lish kerak. Yaratqi berib, yaratda shu yerda o'lib ketgan. Bediüz Zaman'daki en büyük kitabı şu Maqamat degan kitabi en meşhur. Arap tilşunaslığı, Arap edebiyatıda, Arap nesirçilikideki en büyük eser deyişki oldu.
Bu davrda o'lib ketgan buyuk shaxslardan ibn Lal degan kishi, Abu Bakr ibn Lal nomi bilan mashhur. Ahmad ibn Ali ibn Ahmad Hijriya 307-yil tug'ilib, Hijriya 398-yil milodiy 1007-yil o'lib ketgan. O'zi bu shu davrdagi nihoyat mutlaq mujtahidlardan ham Shofiy mazhabiniki faqihsi bo'ladi. O'z davrdagi shu Xurosondagi faqihlarda bu odam fiqh ilmini o'rgangan. Shundaqla hadis ilmiga bek ahamiyat bergan, o'zine ait taqvo, ibodatga hirisman, anday miras ilmidimi hali yetilgan büyüklerden. Bu adamniki mesela As-Sunan, Mu'jamus Sahabe qatorliq kitaplar bor. Bundan başqa bu davrda o'lib ketgan büyük shaxslardan İbn Abi Zaminayn degan kishi, Zamanin, Abu Abdullah Muhammad ibn Abdullah ismiyle meşhur. Hijriya 324-yil tug'ilib, Hijriya 399-yil o'lib ketgan. O'zi Andalusda qodir İspaniyalik mufassir, muhaddis, faqih, mush Qurtuba, Madrid degandek yurtlarda bu odam o'rganib, o'rgitib, ko'p shogirdlarni qoldirib o'tgan. O'zini aytib zohidlik bilan o'tgan buyuk shaxslardan. Bu odamning mesela nurg'un kitoblar bor, mesela Hayatul Qulub, Tafsirul Qur'on, Sahihul Manzuma qatorliq kitoblari borligi bu odamniki xotirlangan. Bu davrda o'lib ketgan buyuk shaxslardan yana Abu Hayyan Tavhidi degan kishi, Hijriya 310-yil tug'ilib, Hijriya 414-yil milodiy 1023-yil o'lib ketgan. O'zi tasavvufchi, faylasuf, hem musulmon shu sunniy mazhabniki buyuklardan, hem yetilgan adib. Shu Bag'dodda yashagan bu ko'p bu odamniki. Onun ustiga ko'p qirliq o'lma deyishki bo'ldi-da. Hem zakiylik bilan, hem gap qilish uslubiniki go'zallik bilan mashhur. Shunga bu odamni faylasuflarning adibi, adiblarning faylasufi deb nom berilgan ayni vaqtida. Bu nihoyat buyuk nom. Faylasuflarning adibi, adiblarning faylasufi deb. Demak bu odam yeziqda, tilda yetilgan bir buyuk shaxs deyishki bo'ldi bu odamni. Endi bu odamniki oilaviy kelib chiqishiga kelsak, o'zine ait kambag'al bir Bag'doddagi bir oila cho'ng bo'lgan, yetimchilikda. Yo'qsizlikniki dardini aytdi, ko'p tatqin. Bo'libmi dadasi o'lib ketgandan keyin bu odamni tag'isi beqib cho'ng qilgan. Ammo tag'isi nihoyat zolim, ochiq, yomon odam bo'lg'achqa, bu oqisiniki, bu inisiniki bolasini, jiyanini bek o'ch ko'rgan. Şonlaşqa shu tag'asiniki jiq azosini tatqin adam. Bu odam kichik vaqtida shu qog'ozchilik hunarni o'rganganda, qog'oz yasaydigan, degan o'xshash kesadigan degandek. Mush orqali bu odam o'qishga kirishib qolgan. O'zlikdan o'qib yetilganda mush jarayonda. Bu odam mush kitobniki ilmiyligiga qanoat qilmay, o'z davridagi nihoyatda buyuk Vezir Mahlabi deymiz, Sahib ibn Abbad ibn Amid deymiz, bayatning gapini qilgan. Büyük shaxslarni qishig'i berib, shular bilan munosabat o'rnatib, o'rganishga boshlagan. Ammo bu odam endi qo'lining qisqaligidan davomliq bu texmi o'rlab o'qishga sharoit yor bermagan bu odamniki. Oxirida nurg'un o'ziniki kitoblarni yozgan bo'lsa-mu, 90-yil vaqtida o'zining butun kitoblarini ko'ydirib tashlagan. Umidsizlik qoplab ketganda, oxiri bu ig'ir bu umidsizlikdan qutulish uchun bu odam tasavvuf yo'lini tanlagan. Tasavvuf orqali o'ziniki qalbi, nafsiga bir huzur topgan deyilibdi. Chunki ulamolar bu kitobni ko'ydirib yetishninki sababini tahlil qilib, bu bir umr kitob yozsa menga hech qanday bir maishatimga bir foyda bo'lmabdi deb, buning qadrini bildigan odam chiqmabdi deb, shu sababdan ko'ydirayotgan deyilibdi. Ondan başqa büyük shaxslardan Al-Wa'wa degan bir shoir. O'zi Damashqlik shoir bo'lib, ismi Muhammad ibn Ahmad Wa'wa deb o'zining laqabi ekan bu. O'zi arab shoiri deyishki bo'ldi bu odamni. İmam Zahabi rahmetullohi alayh bu odamga baho berib, bu Shomning bir tali, ajoyib, go'zal yarishqi deb baho bergan. Shomda shu davrda buningdek bir odam tepilmas edi degan bir baholarni bergan.
Bu adam demiş ki va deydi yani bir vak degan o'xshash bir gap. Ayni vaqtida bu adam shu mevki satılgan bir qo'g'in satılgan bir dükkanda ishlaydi ekan, shu yerda mevchini to'lab sotar ekanda. Shunga bu odamga vaq deb bu nomlarni bergan. Raqamni. Shu mevini to'lab sotilgan bo'lsa, qo'shoq to'qigandek, naqsh o'qigandek qilib to'lay oladi ekanda bu shu paytlarda. Shunlashqa ulamolar shu davrda buni vaq deb nom bergan ekan. Bu kishining o'lib ketganligini milodiy 980-yili Damashqda o'lib ketgan deyilibdi. Bu davrda o'lib ketgan yana bir buyuk shaxs Al-Haraviy nomi bilan mashhur bo'lgan G'aribin degan bir asarlarning avtori. İsmi Ahmed ibn Muhammed nomi bilan. Bu odamni ba'zida Fashan mi deyildi. Aslida Fashan degan hozirgi Afg'onistondagi Herat o'lkasiningki bir yezisi. Shuni Haraviy deydi. Har qanday bir Heratlikni nisbat bergan vaqtida Haraviy deb ataymiz. Bu odam Shofiy mazhabining faqihsi ham lug'atshunos. Qur'on va hadisdagi yot so'zlar nomli bir kitobi bor ekan. Bu odamning mashhur, ya'ni G'aribayn deydigan. Şunlaşqa bu adamni Sahibul G'aribayn deb atagan. Bu odamniki Hijriyat 401-yili o'lib ketganligi xotirlangan. Undaqda bu odam Xurosonniki buyuk allomalardan. Bu davrda o'lib ketgan buyuk shaxslardan shoir Abul Fath al-Busti degan kishi Hijriya 330-yil tug'ilib, Hijriya 400-yil, ya'ni milodiy 1010-yil o'lib ketgan. Bu odam Bust degan shaharda, bugungi Afg'onistondagi Lashkargoh degan yezdida bu odam. Özüne ait büyük şairlardan sanıldı. Öz devirde ait büyük allamilarda okugan. Bu adamdaki ölüp ketken yeri Buxara'da ölüp ketken. Aynı vaqtida Buxara ilim merkezleri. Hazır Afganistan'ın adamlarını tatip, ta Qashqar rayonunda tatip, Buxara'ga berip, ügüne doğan ilim, ma'rifat, edebiyat, hem sahada yetildiğin bir orun hemde. Bu davrda o'lib ketgan buyuk shaxslardan Shofiy mazhabining buyuk peshvosi Halimi degan kishi. Husayn ibn Hasan al-Halimi Hijriya 338-yil tug'ilib, Hijriya 403-yil o'lib ketgan. Bu odam hamda Mavura'an Nahrdagi kalamshunos, hadisshunoslarning peshvosi, ham shu davrdagi donglik alloma qozi. Bu buyuk bir mujtahid mazhabdagi, ham zaki deb sifatlangan. Bu adam Shofiy mazhabidagi Abu Bakr al-Qaffal al-Shoshi degan odamni o'qigan, shu odamniki shogirdi. Uning ustiga ham shu bayon ilmi, adabiyot sohasida ko'zi ko'ringan bir yetuk shaxs deyishga bo'ladi bu odamni. Xo'sh, bu odam hamda o'zining tug'ilgan yeri Jorjanda tug'ilgan bo'lsa-mu, ammo keyin kichik vaqtida shu Buxoroga berib, Buxoroda yetilib, shu yerda o'zining joyi, vatan qilib, makon qilib tutib, shu yerda oxirigacha shu yerda yashagan. Xo'sh. Bu davrda o'lib ketgan buyuk shaxslardan, ya'ni Ibnul Farzi nomi bilan mashhur bo'lgan Abdullah ibn Muhammad ibn Yusuf degan kishi. Hijriya 351-yil tug'ilib, Hijriya 403-yil o'lib ketgan. O'zi Andalusning hozirgi Ispaniyaniki donglik tarixchisi ham hafiz. Bu odam hozirgi Ispaniyaniki shu Qurtubada tug'ilib, shu Qurtubaniki ulamolarida o'qib, keyin Mashriqqa, ya'ni arab diyorlariga kelib, bu odam Makka, Madina, Misr, Qayrovan qatorliq shaharlarda ilm o'rganib, ya'ni Andalusga qaytib ketgan. Demak, bu Sharqning ilmini G'arbga yo'tkigan buyuk bir ulamo deyishga bo'ldi bu odamni. Ammo bu odam Hijriya 403-yili barbarlar tarafidan o'ldirilganligi xotirlanibdi. Bu odamniki tarix ulamo Andalus qatorliq, masalan, Andalus shoirlarining tarixi, xabarlari, Andalus ulamolarning tarixi qatorliq bir necha kitoblar bor. Bu davrda o'lib ketgan yana buyuk shaxslardan Abul Hasan al-Qabisi degan kishi, Ali ibn Muhammad nomi bilan mashhur. Bu odammi shu hozirgi Mag'ribning Qayrovonda tug'ilgan, Hijriya 324-yil tug'ilib, bu odam Hijriya 403-yili shu Qayrovonniki Qobis deydigan bir shahar bor ekan. Shu yerda o'lib ketgan.
Onun üstüge bu adam şu hadis ilmi ile şug'ullangan öz davridagi mag'riblik büyük ulamo deyishga bo'ldi. Ravilarni aytib yaxshi biladigan. Onun üstüge bu adam a'mo ekanda, hem zahid hem taqvo bir o'tgan bir shaxs. Bu adamniki Mulaxxas Muvatta nomli Maliki mazhabda yozgan kitobi bor. Bundan boshqa kitoblar mana aytacak. Bu davrda ölüp ketken büyük şəxslərdən Qazi Əbu Bəkr el-Baqillani Hicriyə 38-ci il doğulub, Hicriyə 3-cü ilə miladiyə 1013-cü il ölüb ketken. İsmi Muhammed ibn Teyyib ibn Muhammed ibn Cəfər, yani kunyası Əbu Bəkr el-Baqillani deyib nam ilə məşhur. Yani bu adam nəhayət məşhur bir ulema. Muşu Əşəri məzhebidə həm də nəhayət bək gözü görünген. Ümmetinin tili, ümmetinin hücceti boğan, sünnetinin şeyhi boğan büyük bir şəxs. Hem Əşəri mezhebini bu adam haqiqi tərəqqi qıldığan büyük deyiş gibi oldu. Hicriyə 4-cü əsrdəki, yani Müceddidi degəndək namlarına erişkəndə bu adam. Hem aynı dövrдəki əhl-i səliflər, xristiyanlar bilan boğan xilmi-xil münazirələrdə muş adam hammasını yengib chiqadigan büyük bir Müslümanların tili boğan, hücceti boğan adam bu. Aynı devirde Bağdat'ta bu adamın kolda okup, Endolus, İspanya, Mavra, Nehr taraf hem yerlige bu adamdaki köp şagirdleri taralgan. Bu adamdaki müşü Cehmiye, Havarişla, Qatarlı xilmi-xil İslam firqaları yazgan raddiye şekilli kitaplarına ait köp. Bu kitaplarındaki cıkları hazır mı? Besilgan. Bu adamdaki tercümalını to'liq texim tepsilik görüş için başka tercüm kitaplarga müracaat qilish tavsiye qilamiz. Bu davrda ölüp ketken yani büyük şəxslərdən Əbu Teyyib Es-Su'luki namı ilə məşhur bolğan Səhl ibn Muhammed ibn Süleyman degan kişi. Bu kişi Nişapurluq Şafi məzhəbindəki büyük faqihlərdən. Öz Nişapur'daki muftisi, asli dadısı mı aynı vaxtda mufti bolğanken aynı vaxtda. Belki dadısınınki təsirdən mi bu adamı nəhayət pişib yetilgan bir büyük ulema. Bu adamdaki Hicriyə 400-cü illərinki 6 aylarda ölüp ketkenligi xatırlanıbdı. Bu davrda ölüp ketken en büyük şəxslərdən İbnül Əkfani namı ilə məşhur bolğan Şəmsüddin İbn Əkfani degan bir büyük şəxs. Bu adam nimişqa Əkfani deyilməyəcək, yani kipençi degan boldu. Nimişqa müştə degan ise, bu adamdaki atı boğulardan birisi kipençilik ticareti bilen şug'ullangan. Şoňlaşqa işte deydi. Əməliyyatda bu adam özü tabib, bir matematika alimi. Hem şundaqlamış Hanefi mezhebiniki fiqh sahasida yetilgan bir usulshunos, bir faqih. Bu adam Iroqda yashagan, keyingi mezgilda Qoyirada, Misrda, shu yerda turib tibobat kasb bilan shug'ullangan bu adam. Shu yerda o'lib ketgan. Bu adamniki Hidoyaga yozgan Mi'rajud Diroya nomli sharisi bilan mashhur bu adam. Bu adam diniy olim bo'lishidan birga, ama bayatında deb o'tgandek shu tibobat ilmi bilan mashhurda. Diagnoz qo'yishga aytdi, yomon, dori tanishishga yomon ekan bu adam. Biz hozir gapni qilgan Ibnul Əkfaniniki Hicriya 8-ci əsrdə ölüb ketganligi xatırlanıbdı. Mavo Jaloliddin Suyuti demakchi bo'lgan Əkfani bu 4-cü əsrdə ölüb ketgan Əkfani. Buniki tərcümalını tapamadık. Bu davrda ölüb ketgan yani bir büyük şəxs Sahibul Xutab namlı kitabındaki abdur bo'lgan İbn Nubata degan kishi. İbn Nubata Sa'di Abu Nasr Aziz ibn Ömer namı ilə məşhur. Bu adam Hicriyə 27-ci il doğulub, Hicriyə 405-ci il Bağdatda ölüb ketgan. Bu adamdaki şairlik cəhətdə köp talantı bolğaçqa, Seyfud Devləni nəhayət köp maqtagan. Bu adamdaki mərsiyələrini oxub ketgan. Şuna bu adamdaki muşu cəhətdə tonulğanlığı xatırlangan. Bu davrda ölüp ketken yani bir büyük şəxslərdən Şafi məzhəbindəki büyük peşvalardan Seymeri degan kişi, Əbul Qasım ismi bilan məşhur. Bu adam
Şafi mezhepinki öz devirdeki büyük peshvolardan. Hem Seymeri deb atashlik sebep Basraning Seymer deydigan bir o'stin bor ekanda. Shu o'stinga nisbat berilib bu odamni Seymerilik deb buna qaragan. Bu odam hamda shu usul fiqh haqida, fiqh ilmlar haqida yozgan mashhur büyük kitoblar bo'lg'achqa, Şafi mezhepte yetilgan bo'lg'achqa, shuni bu odamni ulamolar qatorida sanab, shu kitob kirgizilgan. Undan başka yana bir büyük şəxslərdən Mustadrak namlı kitabniki Abduri Hakim. Endi bu kishi kim o? Degan vaqtda bu meşhur muhaddis. Özün bu El Mustadrak ala Sahihayn degan kitobi var. Yani Buxoriy Muslimga qarta yozgan bir kitobi. Muhammed ibn Abdullah el-Hakim deb nom berilgan. Nishapurlik büyük bir şəxs. Bu adam Hicri 321 yıl tug'ilgan Nishapurda. Iroq, Xurasan, Mavara'an Nahr qatorliq yurtlarda oylanib hadis ilmini o'rgangan. Nishapurniki qoziligini qilgan. Nemishqa bu odamni hokim deb laqab berilgan desa, bu odam necha qatim shu qozilik mansibiga yana tushib, yana chiqib shu amalda tug'anda. Shunlashqa bu odam shu hokim nomini berilgan. Hamda Mavra'an Nahr'dagi Samanilar sultoni bilan Buvayhilaning podshohligi orasida bu odam elchilik rolini o'ynagan ayni vaqtida. Endi bu Mustadrak degan qanday kitob degan vaqtida İmam Buxoriy bilan İmam Muslim rahmatullohi alayh ma'lum hadislarga shart qo'ydi. Bularning shartiga munosib hadislarni bular Sahih Muslimda, Sahih Buxoriyda yezib qoldirgan. Ammo bularning shartiga tushadigan nurg'un hadislar bor. Bular qalamiga ep bo'lanmagan, yezib bo'lanmagan. Lekin ömrü az kelib o'lib ketganda, mana shu Buxoriy va Muslimning shartiga tushadigan hadislarni, Buxoriy Muslimda bo'lmagan shu shartga tushadigan hadislarni to'plagan bu odam. Shunga buni Mustadrak, ya'ni tepilingan degan mazmun bo'ladi. Bu kitob nihoyatda mashhur. Undan boshqa bu odamniki Tarixi Nishapur deb bir kitob bor, nihoyatda mashhur. Tarix haqida yozgan kitoblar nihoyatda buyuk, ajoyib zo'r bu odamniki. Hijriy 405-yili Nishapurda o'lib ketgan. Bu davrda o'lib ketgan yana bir shaxs Ibn Kuj nomi bilan mashhur bo'lgan Yusuf ibn Ahmad ibn Kuj degan kishi. Bu kishi Şafi mezhebiniki büyük ulamolardan hem şu devirde qozilik mansibidan shug'ullangan büyük bir shaxs. Hem de bu adam Hijriy 405-yili boshqalarniki pichqi bilan o'ltirilgan ekan. Hem de Xurasanning Dinavar degan o'lkasiga qozi bo'lgan bu odam. Qozi bo'lgan. Bir qism shu to'polonchi, bulanchilar bu odamni o'ltirib etgan Ramazonning 27-si. Bu davrda o'lib ketgan eng mashhur buyuklardan Abu Hamid al-Isfirani degan bir buyuk ulamo. Ahmad ibn Abi Tohir nomi bilan mashhur. Bu odam hamda Şafi mezhebiniki faqihlardan sanaladi. Bag'doddagi shu din, diyonat, adab, axloq bobidagi nihoyat büyük bir shaxs. Bu adamning shu soruni qilam ayni davrdagi danglik faqih mujtahidlardan 300 dek ulamo qatnashgan. Demak bu az odatga gap emas bu. Eng danglik mujtahid darajasiga 300 ulamoning bu odamning darsida qatnashganligi bu odamdagi büyük bir ilmning borligi va fazilatning yuqoriligini bildirdi. Bu adamning tilining o'tkirligi, munozirdagi yomonligi, fiqh ilmidagi quvvatini asos qilib turib ulamolar İmam Şafi bunu ko'rgan bo'lsa, albatta kulib ketadi, xo'shib ketadi deb boshqalar shundoq degan. Hatto ba'zilar bu odamga baho berib, hatto İmam Quduri, Hanifi mazhabining ulamolaridan Abu Hamid al-Isfirani İmam Şafi'nin bek kuchli faqih deb baho berganda. Yani bu adam her 100 yılda bir qatim dinni isloh qiladigan bir mujaddidlar maydonga keladi degan hadis qarta. Abu Hamid al-Isfirani'ni
Hicriye 5. asrdaki 4. asrdaki yani 5. asrdan 5'ideki büyük bir muceddit dep qaragan. Bu adam Hicriye 406-yilda ölüp ketgan. Bu davrda ölüp ketgan büyük şəxslərdən Əbu Bəkr ibn Furik namı ilə məşhur bolğan təfsirşünas, kalamşünas, usulşünas, faqih. Özü Əsbahanınki ülemalardan, Şafi məzhəbinin yitüklərdən, Əşəri əqidəsi bir allamə. Hem de bu adamınki büyük bir yetilgen bir kalamşünas bolğanlığı tüpeyliden aynı devirdeki Kerramiye firqasidagilar bu adamın Sultan Mahmud G'aznaviyninki qishiga chiqib chiganki bu Rasulullahning risolatini inkor qiladi degandek tuhmatlarni to'qdi. Sultan Mahmud G'aznaviy bu odamni darhol akilanglar debdi. Agar ochtadi degan bo'lsa buni o'ltirmaydi. Bu ulamo kelib Sultan Mahmud G'aznaviyning huzurida o'zining dalil isbotlarini, nazariyalarini, ko'z qarashlarini o'tirib qo'ygandan keyin Sultan Mahmud G'aznaviy bu odamni nəhayət əziz, hörmətlab öz yurtiga apırıb qoyğan dedi. Ahiri hamda bu karramiyalar hamda bunu çaqıbma, qutulanmıdıq hamda. Deb bu adamga məxfi zəhər silib, zəhər bilan ölgən dedi. Əməliyatda karramiya firqasi Əhl-i Sünni və Cemaat'dagi bir firqa, bir məzhəb to'qinish var hamda bu yerda. Faqat şu sebepten böyle kilişmesi kilip çıkan. Bu devirde ölüp ketken yani bir büyük şəxs Şərif Rıza yoki Razi namı ilə məşhur bolğan Muhammed ibn Hüseyin ibn Musa degan kishi. Hicriye 359 yılı tug'ilib, bu adam Hicriye 406 yılı miladiye 1015 yılı ölüp ketken. Özü Museviler cemaatidir. Museviler cemaati deganimiz Ali ibn Abu Talib cemaatidagi bir şəxs. Bu adam şu öz devirdeki şair hem faqih, Bağdat'ta tug'ilib şu yerda ölüp ketken. Hem Talibillah'nın yani Ebu Talib cemaatidagilarning uyushma boshliq bo'lgan. Bu Nahjul Balagha nomli bir kitap var. Hozir mashhur mana mush kitap, mush odamniki kitobi. Bu adam mı şu öz devirdeki Abbasiylar bo'libmi, şu Buvayhilarniki belki ko'p esdashlikqa erishgan. Chunki Buvayhilar şu Ali Beyt deb Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'deki nəvirlərə münasibətlik urug tuqqanlarniki həmməni qarı qoyub belki əzizligan, hörmətini qilgan. Yani bir büyük şəxs Əbu Bəkr Şirazi namı ilə məşhur bolğan Əl-Qab namlı kitabını aptırı. Bundan başqa Əbu Bəkr Şirazi var, bu başqa keyingi dəvrdə ölüb ketgan. Lakin madem şu dəvrdə ölüb ketgan. Bu yerdə Əl-Qab degan kitab mesela şu özün laqimi ilə məşhur bolğan ulemalarniki, əmir, vuzuralarning, xaliflərning, adiblərning tərcümanını yazıb qaldırğan. Laqimi ilə məşhur bolğan. Məsələn, A'mash deganga o'xshash, A'raj deganga o'xshash. Bu davrdagi yana bir büyük şəxs Hafiz Abdulg'ani ibn Said degan kishi. Bu yerda Hafiz degan kelime chiqqan zamonlar biz darhol bu odamni muhaddisgan deb qarasak bo'ldi. Bu adam şu öz devirdeki meşhur hadis rivayet kılgan öz ravilardan El-Mu'talab ve El-Muhtalab namlı bir kitap var. Şu kitaptaki aptur bulur bu adam. Bu adam Hicriye 332 yılı doğulup Hicriye 409 yılı şu devirde ölüp ketken büyük muhaddislerden. Bu devirde ölüp ketken büyük şəxslərdən İbn Merdavi degan kişi. Ahmed ibn Musa ibn Merdavi deyimiz. Öz Əsbahanının büyük muhaddislerden. Bu adamın hem büyük bir yazgan tefsir kitabı var, hem tarih kitabı var. Amali namlı kitabı varmış adam özü yazıp kaldığın. Bu adamın şu aynı devirdeki hadis rivayet kıldığın büyük ravilardır sanıldı. Bu adam Hicriye 405 yılı ölüp ketken. Yak 410 yılı ölüp ketken ha. Bu adamdaki El-Mustaxrac ala Sahih el-Buxari namlı kitabı var. Bundan başka kitaplara meşhur. Bu devirde ölüp ketken yana bir büyük şəxs Hibetullah ibn Salame namı ilə meşhur bolğan Bağdatның büyük qarisi Abul Qasim Hibetullah.
Hicriye 410 yılı ölüp ketkenligi hatırlangan. Özün tefsirshunos. Biroq ama yani qalb ko'z ochiq bo'lsa Alloh taolo ilmni beraveradigan gap o'xshaydi. Bu odamniki Bag'dodki Jamil Mansurda ilm so'rini vakanda shu yerda bu odam nurg'un darslarni o'rgatib shagird chiqargan. Bu odamniki Nasikh Mansukh fil Qur'on nomli kitobi va o'zi kichikroq bir kitob. Bu kitobi hozir besilgan. Onun başka Nasikh Mansukh minel hadis deb kitobi bor. Bu kitobi hozir mashhur. Abu Abdurrahman Süleyman degan bu kishi o'zi Sopi Ademeyni vaqtida Muhammad ibn Husayn nomi bilan mashhur. Hijriya 325-yili İronniki hozirgi Nishapur o'lkasida tug'ilgan. Natice ko'p kishilarda bu odam ilm o'rgangan, ham ko'p kishilarni shogird qoldirib ketgan. Hem ulamolardan İmam Zahabi rahmetullohi alayhi bu kishiga baho bergan vaqtida Xurosonning muhaddis shayxi, hofiz imom Büyük Sopi degan nomlarni bergan. Endi bu davrda bu yerda Sopi degan kishilar bizniki hozirgi oshqun, bilimsiz, nadon, jaholat pirlari emas. O davrdagi Sopi degan gap bir zoitlikni bildiradigan bir kalima ayni vaqtida. Chunki bu odam avlod o'ziniki ota bobolardan bu tasavvuf ilmini meros sifatida o'rganib kelgan ekan. Bu odam 412-yili Nishapurda o'lib ketgan. Bu odam nomi nihoyat nurg'un kitoblar va tasavvuf ilmidagi 40 muhim masala deydigan masalan maqomatul avliyo deymiz. Tafsir haqida nihoyat ko'p kitoblar bor. Bu davrda o'lib ketgan büyük yani bir şahıs İbnül Bawwab ismi bilan mashhur bo'lgan Xattot peshvosi. Bu adam Hicriye 413-yili o'lib ketgan. Bu adam o'z davridagi xattotlik ilmida büyük ustoz, büyük bir peshvo deb qaraladi. Endi İbnül Bawwabniki hozir ayni davrdagi xattotlik qoida usullari hozirga qadar saqlanib kelgan. Mesela aynı vaqtida Bag'dodda yozgan bir Qur'on Karim bor ekanda, hozir İrlandiyaning Dublin kutubxonasida bu qo'lyozma peti saqlanib kelgan. Mana shu Ibnul Bawwabniki merosi deyishki bo'ldi. Hatto bu odamning xattotlik ilmidagi talanti, yuksakligi haqida ulamolar baho berib, Allohning yer shari zamindagi qalami degan nomni bergan. O davrda o'lib ketgan büyük yani bir shaxslardan Abduljabbor al-Mu'tazili degan kishi. Yani bu Mu'tazili firqasiniki shu davrdagi peshvolardan. Buni Qozi Abul Hasan Abduljabbor ya Qozi Abduljabbor degandek nomi berildi. Bu odam Hijriya 359-yili tug'ilib, Hijriya 415-yili, milodiya 1025-yili o'lib ketgan. Yani 56 yosh, 55 yosh yaşlarım ölüp ketganda. Bu adam hozirgi Afg'onistondagi Asad Abodda tug'ilib, shu yerda ilm tahsil qilib, keyin Mu'tazila firqasida tarbiyalanib, bu odam Qozil Quzot degan nomga erishgan. Usul fiqhiniki kalomiyat tarafida yoki ahli kalomchilar mazhabida masalan Qozi Abduljabbor yoki usul fiqh ilmida Qozi Abduljabbor desa, mush odamni maqsad qildi. Yani mush Mu'tazila firqasi ichida eng ko'p kitob asar yozgan, ham ko'p mush dars o'rgatgan odam bu. Bu davrda o'lib ketgan yana bir büyük shaxs Mahamili nomi bilan mashhur bo'lgan Ahmad ibn Muhammad ibn Ahmad ismli Şafi'i mezhebindeki büyük bir uleması. Bu adam Hicriye 368-yili tug'ilib, Hicriye 415-yili o'lib ketgan. Bu adam biz bayatın gibini qilgan Ebu Hamid Ispironi'ninki shogird bo'ldi. Bu adamniki Lubab nomli kitobi va mana bu kitob Şafi'i mezhebidagi nihoyat büyük eser deb qaralgan. Lubab nomli Hanefi mezhebdan bir kitob bor. Bu Lubab Lubabdan boshqa.
Bu davrda o'lib ketgan yana bir buyuk shaxslardan Abu Bakr al-Qaffal ismli Şafii mezhebining buyuk ulamosi. Bu adamning ismi Abdullah ibn Ahmad ibn Abdullah, Hijriya 327-yil tug'ilib, Hijriya 417-yil, milodiya 1026da o'lib ketgan. Bu adamni Qaffali sag'irmi deymiz? Chunki Abu Bakr Qaffal ismli yana bir odam bor. Bu boshda bir darsda o'tdi. U shu ayni davrdagi buyuk bir ulamo edi. U boşdaki Abu Bakr Qaffal Şaşlık, hani hozir Toshkentdan. Madem bo'lsa Marvazlik. Bu ayni davrdagi shu Xorasonniki Şafii mezhebidagi buyuk ulamosi deyishga bo'ldi. Bu odam asli kichik vaqtida qulupchilik qilgan. Qulup yasash, qulup ichish deymiz. 30 yoshgacha shuna bilan shug'ullangan. 30'luk çiğenlerse onun yağı andan bir ilim öğreniş yolu minib bu özün terişçılığı, zahitliği, takvalığı, akıl, zireklik ve hakıza birleşip gelip Xudanın berişi deymiz. Bir mezhebinin peşivasıga aylangan aynı vaqtida. Bu adamdaki nayet nurgun kitapları var onun üstüge. Bu adamdaki Şerh Furu ibn Haddad el-Mesri namlıq bir kitapqa Furu ibn Haddad'ның yazgan şerisi var. Şu şerisi bekrek meşhur. Bu davrda ölüp ketken yana bir büyük şahslardan Ebu İshaq el-İsbirani degan bir ustaz, ismi İbrahim ibn Muhammed ibn İbrahim, laqimi Ruknuddin. Bu adamın Şafii mezhebindeki kalamşunas usuli ulamolardan. Bu davrdagi ulamolar asosan usul jihat yetilishlar birga ilmi kalomni bilmasa, ya'ni yetuk ulamo bo'lolmaydi shu paytlarda. Endi bu adam Iroq, Xorason, Nishapur qatorliq shu o'lkalarniki buyuk ustozi. Bu adamniki Jami'ul Hula fi Usuliddin va Radd alal Mulhidin nomli 5 tomliq buyuk asari bor. Ondan boshqa kitoblar munoyati ko'p. Bu adam Hijriya 418-yilda o'lib ketgan. Bu adamniki qabrisi hozirgi Ironniki Mashhadda. Bu davrda o'lib ketgan yana bir shaxs Lalkai degan ulamo, ismi Hibatulloh ibn Hasan Lalkai. Bu kishi Şafii mezhebiniki buyuk ulamolardan. Ammo ba'zilar Hanbaliyda deyilibdi. Eng muhimi shu davrdagi buyuk ulamolardan. Hijriya 418-yilda Qadir Billah'niki zamanında ölüp ketgan. İmam Zahabi rahmetullahi aleyh bu kishi baho bergan vaqtida Hafiz imam, mufti mujavvid deb shunaq degan. Demak bu odamniki shu Qur'on ilmi, fiqh ilmi, hadis ilmida yetilganligini shu ushlam kalimaga jo'g'lab qo'ygan. Bu odam Bag'dodga kelib shu Bag'dodni vatan tutib shu yerda yashagan. Şafii mezhebinin fıkhiyelerini Ebu Hamid el-İspirani'de okuyan bayatın koy. Biz gepini qilgan adamda. Bu adamniki bir necha kitoblar borligi xotirlangan. Jumladan Sharh usul i'tiqodi ahli sunna vel jamoa, Asma rijal sahihayn qatorliq kitoblar. Bu davrda o'lib ketgan yana bir shaxslardan Ibn Fakhar ismli Andalusning buyuk ulamosi. Bu adamning ismi Muhammed ibn İbrahim ibn Xalab nomi bilan mashhur bo'lgan. O'zi ham mujavvid, hafiz, imom deb sifatlangan. Bu kishi hozirgi kishi o'xshamaydi. Bu kishi Muhammed ibn Umar ibn Yusuf ibn Fakhar nomi bilan mashhur. 340-yilda tug'ilgan ekan bu odam. O'z davridagi mush Andalusdagi ulamolarda o'qib, yetilib, fiqh ilmida, hadis ilmida ko'p yetilgan. Onun ustiga bu odamniki boshqa o'rgangan ilmlar nihoyatda mo'l. Ama Andalusda shu Qur'on hadisini yaxshi biladigan, hadis ilmidagi eng oxirgi faqih deb qaragan bu odamni. Onun ustiga bu odam munozara, dalil isbotlik masalalarga nihoyatda mohir. Fiqh ilmida zoitlik tarafda bo'lsin, hofizlik tarafda bo'lsin, Andalusdagi yegona ko'zi ayni vaqtida. Bu zatmi 419-yilda Andalusdagi Balensiya degan shaharda o'lib ketganligi xotirlanibdi.
Bu davrda o'lib ketgan yana bir büyük şahs Ali ibn İsa er-Rabai degan bir grammatikaşunas ulama. Hijriya 328-yil tug'ilib, Hijriya 420-yili, miladiya 1029-yilga to'g'ri keldi. Bu odamlarga tegi kelib chiqishi Xurosondagi Sherozdin, lekin Bag'dodda yashab, shu yerda yetilgan büyük bir grammatikaşunas ulama. Hamda tarixchilar bu odamni shu Bag'doddagi grammatika iqliminiki asoschilaridan deb qaraydi. Xo'sh. Bu odamdagi qiziq bir ishi, hatta ba'zilar bu odamni tentak sarang deb nom berganda, nima ish qilganda, ishtinlam ko'si o'tirib qolib qoldi ekanda. Hatto Ibn Jinni bilan bir qatam bir ishni ko'rib qolib, Ibn Jinni to'sivas, unima shu ishni o'ltirishga mangan deydi. Shundan Ibn Jinni to'sivasa, ishni qochib ketganda, qochib ketgandan keyin bu odam Ibn Jinniga kayıp vay isit sana deb kaygan deydi. Bu odamniki buna ait nurg'un kitoblar bor. Ondan başqa bu davrda o'lib ketgan büyük shaxslar nihoyatda to'la, lekin biz mushunchalik bayon qilishni loyiq ko'rdik deydi. Jaloliddin Suyuti rahmatullohi alayh. Endi Jaloliddin Suyuti rahmatullohi alayh Qodir Billohning zamonasida o'lib ketgan shaxslarni bayon qilib bo'lgandan keyin, bu davrdagi bütün ulamolarniki eng kattalari, shularniki peshvolarining bir nechasini biz bayon qilib o'taylik debdi. Endi İmam Zahabi rahmatullohi alayhiniki deyishicha, bu davrda 4-asr, 5-asrning beshamda Asharilarning peshvosi Abu Ishaq al-Isfironi, Mu'tazilaning peshvosi Qozi Abdul Jabbar, Rafizlarning peshvosi Shayxul Mufid, Karramiya iqmining peshvosi Muhammad ibn Haysam, Qarilarning peshvosi Abul Hasan Hammami, muhaddislarning peshvosi Hafiz Abdulg'ani ibn Said, so'pilarning peshvosi Abu Abdurrahman Sulami, shoirlarning peshvosi Abu Umar ibn Darroj, tajvidchilarning peshvosi Ibnul Bawwab, podshohlarning peshvosi Sulton Mahmud Subuktekin G'aznaviy. Men deyme deydi Jaloliddin Suyuti. Mana bu qo'shib qo'yayli. Zindiqlarning peshvosi Hakim bi Amrillah, lug'atshunoslarning peshvosi Javhariy. Bayatni o'tgana. Nahvishunoslarning peshvosi Ibn Jinni. Balog'at bayon ilmining peshvosi Badi'uzzamon. Xotiblarning peshvosi Ibn Nubata. Bu odamning tarjimalari o'tdi. Mufassirlarning peshvosi Abul Qosim ibn Habib Nishapuri, xaliflarning peshvosi Qodir Billah dedi. Chunki Qodir Billahmu mush yuqoridagi ulamolar qatoridagi mashhurlardan. Chunki bu faqih, ham kitob yozgan. Uningdan boshqa yetmamdi sana Şeyh Taqiyuddin ibn Salah, buni Şafiilarning faqihlaridan sanida emasmi shu qatorda? Yani demakchi bo'lgani Ibn Salah deydigan Şafii mazhabining buyuk bir ulamosi va muhaddis. Şu adam Qodir Billahni Şafii mazhabining faqihlari qatorida sanagan. Undaqda Qodir Billahmi buyuk ulamo ekan. Şafii mazhab ulamoları qatlamidagi ulamolar qatorida bu kishining tarjimaligi keyingi mezgilda yozilgan. Bu adamdaki xilafet muddeti bütün xalifelerniki muddetidir, zamanıdır, uzun hakimiyet biçide oltağan depti. Hem de bu öz zamanısındaki bu her qaysı ilim, iqim, qatarlık ilmi ve fikri iqimlarniki bu ulumaları, mensupları başta biz tercümalı hemmisinin asasen ütken. Şuna qilib biz Qodir Billah'niki hayatı ve bu devirdik ulamolarniki o'lib ketgan shaxslarniki tarjimali bilan tanishib chiqdik. Biz keyingi darsimizda 26 xalifaning hayoti bilan tanishib chiqamiz. Darsimiz bugun mishada oyoqlashqay. Va sallallohu ala nabiyyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in.